Erkak ajrashar ekan, u bitta narsani ko'rish xohlaydi. Ayoli xor bo'lib ketganini. Ishoninglar, juda ko'p erkaklar ajrashib ketdim, endi bu mensiz nima qilar ekan? Endi bu qatlarda xorizor bo'lib yurar ekan. Men tomosha qilaman ahvolingni, ajrashib ketib baxtli bo'lmoqchimiding degan ichida bitta marazi bilan kuzatib turadi xotinini. Iloji boricha javobini ham bermaydi, boshqaga ham turmushga chiqartirmaydi. Maqsad nima ekan? O'sha ayolni xorligini ko'rib maza qilishlik. O'rtoqlar, sog'lom fikr uchun atmosfera muhim emas. Men qanaqadir kostyum-shimlar kiyib yoki ofislarda chiroyli mavzu qilib o'tirmayman. To'g'ri kelgan joyda gapirib ketaveraman fikrimni. Bilinglar, kuzatib boringlar, juda ko'p insonlarga manfaati tegadi. Ishon, ajrashdingmi, undan keyin shu darajada o'zingga chiroyli qara, chiroyli olib yurginki, dushmanlaringni ko't kuysin. Ishonaver, mana shu narsa bor narsa. Kuzatib bor, podpisatsiya bo'lib qo'y, sen uchun foydasi tegib qoladi. Obuna bo'l, like bosib qo'y, tanishlaringga tashab qo'y. Shunaqa tanishlaring, do'stlaring, yaqinlaring bo'lsa tashab qo'y. Yondirib yashasin. Qo'lidan kelsa kuydirib yashasin, lekin hech qachon pastga ketmasin. Shior qilgin mashina. Sensiz yashaganman, dalshi yashayman degan narsani mashetingga o'yib yozib qo'y.